Biz bu bir avlod insoniyat madaniyatidan ilgari yer sharida uzil kesil yo'qolib ketgan qanchalik qadimiy madaniyatlarning mavjud ekanligini o'ylab baqdingizmi? Bugun biz buning ichidagi eng sirliq, talash tortish eng cho'ng bo'lgan madaniyat cho'ng quruqliq madaniyat to'g'risida to'xtalib o'tamiz. Rivoyat qilinishicha, ilgari butkul Tinch okeanda bir parcha darajadan tashqari cho'ng quruqliq mavjud bo'lib turgan ekan. U orol emas, yerim orol emas, balki bir parcha bepoyon quruqliq bo'lib, ismi Mo ekan. Bu qarash eng dastlabda 19-asrdagi arxeolog Augustus Lipolonchio'dan kelgan bo'lib, u Maya qadimiy hujjatlarini tadqiq qilganda bunda xotini bayqagan. Ma'lum bo'lgan barliq madaniyatlar paydo bo'lishidan ilgari Mo deb atalgan bir cho'ng quruqliq bo'lgan. Keyin dengiz tarafidan rayimsizlarcha yutib ketilgan. Angliyalik olim James Churchward Mo quruqligini haqiqiy turda dunyoga yuzlantirgan kishi. 1926 yil u Mo quruqligi to'g'risida 3 asar nashr qildirib, kishini hayron qoldiradigan bir kechirmishni oshkorlagan. 50 yil ilgari u Hindistonda harbiy xizmat o'taganda bir butxonaning bosh rohibi uningga allaqachon yo'qolib ketgan Nagamaya tilida o'yilgan qadimiy tosh taxtni ko'rsatgan. Uningga Mo cho'ng quruqligining tarixi mukammal xotirlangan. Churchwardning tasviriga asoslanganda Mo cho'ng quruqligi Mariana tog'i orollaridan Pasxa orlig'icha to'g'risi kesib o'tadigan bo'lib, shimolda Havoydan janubda Tinch okeaniga suziladi. Umumiy ko'lami butkul Janubiy Amerika qit'asida cho'ng bo'lib, gullangan mezgilda 64 million odam yashagan. 7 yadrolik shaharga bo'lingan bo'lib, madaniyati yuksak darajada taraqqiy qilgan. Aholilar nagajarliqlar deb atalib, nurg'un sohalarda zamonaviy madaniyatni olib ketgan. Bu qarashni qo'llovchilar bunda qaradi. Tinch okeandagi nurg'un g'alati yodigarliklarning hammasi Mo cho'ng quruqligining mavjudligini ko'rsatib turadi. Pasxa orolidagi Ayasor Mo'ay tosh haykali cho'kib ketgan cho'ng quruqliqning belgisi. Mikroneziyadagi Janubiy Madrot Qurantosh qurilish to'pi Mo madaniyatining qurilish qoldig'i. Yaponiya Nagor atrofidagi suv osti pallanbaysaning supsi cho'kib ketgan shahar xarobasi bo'lishi mumkin degandek. Rivoyatlarda aytilishicha, Mo cho'ng quruqligi yuqori darajada taraqqiy qilgan fan texnika, binokorlik va ma'naviy madaniyatga ega bo'lib, hatto qadimgi Misr, qadimgi Maya, qadimgi Hindiston qatorliq nurg'un dastlabki madaniyatlarga ta'sir ko'rsatgan. İnsanlarning eng burunqi darajadan tashqari madaniyatining manbasi deb atalgan. Lekin taxminan 12 ming yil ilgari bir maydon tuyuqsiz yuz bergan darajadan tashqari geologik ofat butkul Mo cho'ng quruqligini intayin qisqa vaqt ichida dengiz ostiga cho'ktirib o'tgan. Madaniyat bir kechada yo'qolib, faqat dunyoning har qaysi joylarida taqalgan kelkun rivoyatlari va andi-sandi izlanlar qoldirgan. Albatta, asosiy iqlim ilm-fan soyasi Mo cho'ng quruqligining mavjudligini e'tirof qilmaydi. Bo'lak qurilmasi nazariyasi shuni isbotladiki, cho'ng quruqliqning bir kechada cho'kib ketishi mumkin emas. Churchward ilm soyasilarning dalillanishi uchun ash halqliq tosh taxtlarni azaldan oshkorlamagan. Hozirgacha to'liq geologiyalik, arxeologiyalik dalil isbotlar Mo cho'ng quruqligining haqiqiy mavjud ekanligini isbotlab berolmaydi. Lekin gumon yana yo'qolmadi. Nima uchun butun yer sharidagi 200 necha xil madaniyatning hammasida o'xshab ketadigan kelkun afsonasi bor? Nima uchun Iroq qadimgi madaniyatlar orasida intayin o'xshab ketadigan qoram tosh binokorlik uslubi bo'lgan? Aniqlik darajasi kishini hayron qoldiradigan hozirgi zamon texnikasimi qayta nusxalanmaydigan tarixdan burungi yodigarliklarni zodi kim yasagan? Mo cho'ng quruqligi zodi haqiqiy mavjud bo'lgan yo'qolgan darajadan tashqari madaniyatlikmi yoki keyingilar afsona va rivoyatlarga asosan barpo qilgan go'zal tasavvurmi? Bu tepishmoqning hozirgacha o'lchamli javobi yo'q.